Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan truncus celiacus hamda oshqozonning qon bilan ta'minlanishi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Bilamizki do'stlar, aortadan truncus celiacus chiqadi. Bu aortaning tog' tarmoqlaridan biri hisoblanadi va truncus celiacus chiqqandan so'ng asosiy 3 ta arteriyaga bo'linib ketadi. Birinchisi arteria gastrica sinistra, ikkinchisi arteria lienalis, uchinchisi esa o'sha arteria hepatica communis hisoblanadi. Hozir ularni birma-bir chizib ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, bu truncus celiacus hisoblanadi va undan boya aytib o'tib ketganimdek 3 ta asosiy arteriya chiqadi. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar. Arteria gastrica sinistra, arteria lienalis hamda hepatica communislar mana shu truncus celiacusning asosiy 3 ta tarmog'i hisoblanar ekan. Birinchi o'rinda arteria gastrica sinistra haqida gaplashib o'tsak. Xo'p, arteria gastrica sinistra truncus celiacusdan chiqqandan so'ng oshqozonning kichik egriligi bo'ylab pastga qarab harakatlanadi. Va e'tibor beringlar, truncus celiacusdan chiqqandan so'ng biroz yuqoriga ko'tariladi va bitta tarmoq beradi. Ya'ni ramus esophagealis. Ya'ni qizil o'ngachning o'sha qorin qismini qon bilan ta'minlashda qatnashuvchi tarmoq hisoblanar ekan. Do'stlar, e'tibor beringlar, bu yerda yana bitta arteriya bo'lishi mumkin. Ya'ni bu arteriya juda ham ko'p uchramaydi, har doim ham uchramaydi. Ya'ni jigarning chap bo'lagini qon bilan ta'minlovchi arteriya hepatica accessoris ham bo'lib uchrab turadi. Faqat bu har doim ham uchramaydi. Xo'p, hepatica accessoris haqida aytib o'tib ketdik. Endi esa e'tibor beringlar, arteria gastrica sinistra yuqoriga ko'tarildi va ramus esophagealis tarmoqlarini berdi. E'tibor beringlar, bunda oshqozonning o'sha kichik egriligidan yuqoridan pastga qarab harakatlanadi va oshqozonni devorlariga tarmoq beradi. Endi esa do'stlar, hepatica communis haqida gaplashib o'tsak. Arteria hepatica communis truncus celiacusdan ajralgandan so'ng albatta ikkita asosiy qismga bo'linadi. Birinchisi arteria hepatica propria hamda arteria gastroduodenalis. Xo'p, arteria hepatica propria hamda gastroduodenalis tarmoqlariga bo'lindi. Bu hepatica communis. Endi arteria hepatica propria jigarni qon bilan ta'minlashda qatnashadi 25% hollarda. Ya'ni qolgan 75% vena porta orqali ta'minlanadi qon. Shuni ham inobatga olishimiz kerak. Arteria hepatica propria jigar darvozasiga borgandan so'ng ikkita asosiy tarmoqqa ajraladi. Ramus dextra hamda ramus sinistra. Xo'p do'stlar, ramus dextradan bitta tarmoq chiqadi. Bu
o't pufagini qon bilan ta'minlovchi arteriya, ya'ni arteriya sistika hisoblanadi. Xo'p, do'stlar, mana arteriya sistika ham chiqdi. Bu o'sha o't pufagini qon bilan ta'minlar ekan. Arteriya gepatika propriyadan yana bitta tarmoq chiqadi. Bu arteriya gastrika dextra hisoblanadi. Arteriya gepatika propriyadan chiqqan arteriya gastrika dextra oshqozonning kichik egriligining pastki qismidan yuqoriga qarab yo'naladi va oshqozon devori bo'ylab tarmoq beradi. Oshqozon devori bo'ylab tarmoq beradi va oxir oqibat bizda mana bu truncus celiacusdan chiqqan arteriya gastrika sinistra bilan birgalikda anastomoz hosil qilar ekan. Endi esa do'stlar, arteriya gepatika communisning gastroduodenal arteriya gastroduodenalis haqida ham qisqacha to'xtalib o'tsak. Gastroduodenalis pastga qarab yo'naladi va pastga qarab yo'nalgandan so'ng 12 barmoqli ichakning orqa qismidan o'tadi va orqa qismidan o'tgan joyda asosiy ikkita tarmoqqa ajraladi. Birinchisi arteriya gastroepiploika dextra. Arteriya gastroepiploika dextra oshqozonning katta egriligining pastki qismidan yuqoriga qarab yo'naladi hamda oshqozon devori bo'ylab bir nechta tarmoqlar beradi. Va bizda ikkinchi tarmoq esa arteriya pancreatica duodenalis superior. Arteriya pancreatica duodenalis superior 12 barmoqli ichakning yuqori qismi hamda tushuvchi qismlarini va asosiy holatda pankreas, ya'ni oshqozon osti bezining bosh qismini qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Va do'stlar, yana bitta muhim narsani aytib o'tib ketishim kerak. Arteriya gastroduodenalis 12 barmoqli ichakning orqa qismidan o'tib ikkiga bo'linadi dedik va 12 barmoqli ichakning orqa qismidan o'tayotgan paytda orqa qismida yana bitta arteriya tarmog'i ajraladi. Bu arteriya retroduodenalis. Arteriya retroduodenalis mana shu 12 barmoqli ichakning orqa qismini qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Xo'p, sizlar bilan gaplashdik hozir arteriya gepatika communis va uning tarmoqlari haqida. Ana endi esa bizda qoldi arteriya lienalis. Xo'p, arteriya lienalis bu o'sha truncus celiacusdan chiqqandan so'ng oshqozonning orqa qismidan o'tadi va taloqning darvozasiga borib o'sha tugaydi va taloq darvozasining ichiga kirib ketadi. E'tibor beringlar, taloq darvozasi hilum lienalis deb atalar edi. Mana shu hilum lienalisga yetmasdan bizda asosiy ikkita tarmoq chiqaradi. Birinchisi arteriya gastrika brevis. Arteriya gastrika brevis bu juda ham kalta tarmoqlar hisoblanadi. Oshqozonning fundus qismini qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Va ikkinchi chiqaradigan tarmog'i arteriya linealisning arteriya gastroepiploika sinistra. Xo'p do'stlar, arteriya gastroepiploika sinistra oshqozonning katta egriligining yuqori qismidan pastga qarab tushib keladi va oshqozon devoriga tarmoqlar beradi.
Oshqozonning katta egriligidan pastga qarab tushib kelar ekan. Oxir-oqibat arteriya gastroepiploika dextra bilan o'zaro anastomoz hosil qiladi. Va yana bitta o'sha tarmoqni aytib o'tib ketishim kerak. Mana shu arteriya linalis truncus ciliacusdan chiqadi. Chiqqandan so'ng oshqozonning orqa qismidan o'tayotgan paytda mana shu arteriya linalis oshqozonning orqa devorini qon bilan ta'minlash uchun bitta asosiy kichkinagina tarmoq berib o'tib ketadi. Bu arteriya gastrika posterior hisoblanadi. Arteriya gastrika posterior bu yuqoriga ko'tariladi va oshqozonning yuqori orqa qismini qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Mana do'stlar, sizlar bilan gaplashib o'tdik. Truncus ciliacus hamda oshqozonning qon bilan ta'minlanishini ko'rib chiqdik. Sizlarga ushbu video foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizni kuzatishda davom eting.